Assalomu alaykum qadrli obunachilar. 38 ga 18 obyektimiz tayyor xohlasa quruq bitkasi verdik. Bu yoqda 38 ga 10 obyektimiz bu ham tayyor. Tungi mahsulotlarni qatirib bo'ldik bugun. Xudo xolasa tagini shotili qilib berganmiz. Ko'rishlar mumkin. Xo'sh, ikkinchi etaji xolasa beton plitani o'rniga 10 ga 5 laga tashlab berganmiz. Bu ham konteyner mahsulot bilan xudo xolasa beton plitani o'rnida bosadi. Xo'p, shu obyektimizda tunkasi 28 metrda bir skatli qilib yopib berganmiz. 28 metr joyda suv bir tarafga tushadi. Xohlasa kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqishlari mumkin.